qizarmaydigan olma navlarini boshqa viloyatlar issiq joyga ekadi-da. U terim vaqtiga kelganida ham rangi bo'lmaydi. Olma o'zi pishib ketdi, lekin rang yo'q. Haligi bog' quvotganda nima va'da bo'lgan? Bu qizil olma, ani 5 yulduz Baxmal aka deb ekkan. Yoki ko'chatchi bergan yoki kimdir shuni tavsiya qilganda, u men qizil olma olganman deb kutib o'tiradi. Qizarganida nima bo'ladi? U olma pishib bo'lgan bo'ladi. Eng katta muammo shu. Ikkinchi muammo nima? Terim vaqtini aniqlashni bilmaymiz. Yeb ko'rish, urug'ning rangi, ustki rangi, orqa fon rangi, uni ham tushuntiraman hozir orqa fon rangini. Mevani yog'lanishi terimga yaqin. Keyin gullashdan top pishgacha bo'lgan kunlar soni degan narsa bor. Bu o'zgaruvchan bo'lgani uchun bunga qaralmaydi. 10 kun farq qilib ketaveradi bu. Eng to'g'risi, mana akamiz aytganlaridek, kraxmal testi bor. Yod bilan qilinadi.